Shularda Mamo va Isakulov. Jang referisi fijilik Sero Webbi. Diqqat qiling qadrli do'stlar. Representing Republic of Korea, In Kyu-Kim. Jahon chempionatlari sovrindori. Mana shu musobaqada birinchi raqamli bokschini, qit'aning birinchi raqamli bokschini chiqarib yuborgan anchagina tajribaga ega bo'lgan yurtdoshimiz Jasurbek Latipov. Selby hamda Alayan bilan o'tkazgan janglarni hech ham yodimdan chiqarmayman. Ajoyib bahslar o'tkazgan. Qisqa tanaffus va yana terma jamoa safiga qaytmoqda. Osiyo chempionatida finalga qadar yetib keldi Jasurbek Latipov. Diqqat qiling, bugungi dastur bo'yicha ikkinchi final. 52 kilogramm vazn toifasi. Raqib qamonoylardan emas, qo'llar hozir to'qnash ketishdi qo'lqoplar. Mana bunisi esa zarba. Jasur mana shunday yon taraflamachi tezkor zarbalar bera oladigan bokschilardan biri. Hozir ham buni namoyish etishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha koreyalik bokschiga, janubiy koreyalik bokschiga bunday tezkor harakat qiladi oladigan raqib duch kelmadi. Bizni sportchilarimizda bir ustun jihat bor. Endi bu sportchida ham avvallari kuzatdik. Bitta zarba emas. Qo'shyapti. Ana shu jihat muhimroq. Yo'qsa janubiy koreyalik sportchining ham biroz bo'yidagi farqi masofani ushlashga xizmat qilishi mumkin. Hozir turishini o'zgartirdi Latipov va bu foyda berdi. Yana bir zarba. Avvaliga o'naqay turgan edi. Hozir esa chapaqay ustiga o'tib oldi. Asos zarbasini chap qo'lda berayotgandik. Va yuqoridan kross zarbasi amalga oshdi. Bir emas, ikkita. Mana bunday hujum ehtiyot bo'lish kerak. O'z zarba o'tkazib bormoqda. Mana hujumga o'tdi Latipov. O qara qo'lni pastga tushirib, raqib qo'lini ochilishga majbur etgan zahoti yo'q. Ana shu chap qo'lda zarba berishga harakat qildi aniq. Zarba berdi aniq. Ilgarilab ketdi hozir. In Kyu-Kim. Kim birinchi? Hozir majbur bo'lyapti. Masofani qisqartirmasa iloji yo'q, oldinga borish kerak.
O'tgan yili Shahobiddin Zoirov finalgacha yetib borgan terma jamoamiz bo'g'azida mana endi 52 kilogramda Latipov ham finalda. Bu imkoniyat yaxshiroq endi. O'tgan to'g'ri tushunasiz, o'tgan Osiyo chempionati bu 2 yilda bir marta o'tadi. O'tgan xullas bundan oldingi Osiyo chempionati. Latipov! O qo'l chap qo'l yana chap qo'lda hozir kuchli kombinatsiya amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yana bir zarba chap qo'lda. Himoyadan chiqayotgan paytda hujum bilan. Mana shu hujum musulmoniga menimcha bu raundda yaqqol ustunlik Jasurbek tomoniga o'tib ketadi. Bir emas, ikkita albatta bu yerda aniq zarbalar ustunroq bo'lgan holatda. Xullas, murabbiylar ko'rsatmasi O'tkirbek Haydarov. Bu paytda esa ishqibozlar bu seniki, oyog'ida zo'r ishlayapsan. Seniki bu. Faqat otilni bakovoy qilma, prima udarlaring. O'sha mikrofonni qo'y, o'shini. Shayni atak zo'r, hamma zo'r. murabbiylarning ba'zi ko'rsatmalariga qo'shilamiz. Hammasi joyida, faqatgina otilmagan bitta holatda endi bu ko'rsatma. Hozir biroz to'qnashuvdek vaziyat. Referi shunday fikrda. Demak, ikkinchi raundda bu tezlikni oshiradigan o'zbek sportchilarda harakatlar ancha yuqori bo'ladi. Latipov o'z vaqtida to'xtadi. Hozir raqib bosh bilan zarba berib yuborishi mumkin edi. Hozir ko'rsatmalar berdi. To'g'ridan ko'proq zarba ko'ramiz. O'zi ham hozir mo'yalni tutgan paytda ekan. Qanday zarba yana bir Ikkinchi urinishdagi zarba ham juda aniq yetib boryapti. Biroz yetmadi hozir hisob ochilishiga. Lekin yana bitta shunday hujum bo'ladigan bo'lsa, ammo o'zi ham ehtiyot bo'lish kerak. Bitta zarba kuchli edi raqibda. Javob ham shunga yarasha bo'ldi. Referi hozir vaziyatni to'xtatib, nafasni rostlab olish imkonini bermaganida, yana vaqt bor hali. Latipov u tezkorroq ekanligini isbotladi. Janubiy Koreyalik sportchi hozir klinchga kelishga majbur hujum vaqtida. O'rtacha masofa baribir uning ziyoniga. Uzoq masofada esa o'zi ulgurmayapti. Yaqin masofada zarbalar qabul qilyapti. Hozir xavfli harakat qilgan edi bosh bilan. Va darhol referi buni payqadi. So'nggi daqiqa, ikkinchi raundda Latipov payt poylamoqda. Bekor qildi mana shu harakatni. Hozir koreyalik bokschi bekor qildi, biroz muvozanatni yo'qotdi. Latipovni jangga chaqirdi. Mana bunday bo'ladi jang, o'zi ham zavod o'tkazib yubormoqda, lekin hech ham hayiqayotgani yo'q. Tirsak bilan hozir. Albatta endi bellashuv davomida raqib har qanday usulni qo'llashi mumkin. Boya aytib o'tganimizdek, tutqu bo'ladi bu yerda, qandaydir jazavaga chiqarish, jahlini chiqarishga harakat qilishlar bo'ladi. Albatta bunga ham uchmaslik kerak. Maqsad qo'yildimi, g'alaba. Sof sportchi o'zi tanlagan yo'lda harakat qilsa bo'ladi. Hammasi joyida. Bu yerda juda ham ehtiros yuqori bo'lishi kerak emas. So'nggi soniyalar bu raundni yakunlab olish kerak. Bafurja 2 raund davomida ustunlik biz tarafda, buni muammosiz hech qanday shubhasiz ayta olamiz. Endi esa 3-chi raund davomida balkim raqibning vaziyatdan kelib chiqib oldinga tashlanishini kutib olish mumkin. Xullas.
Xullas, murabbiylar ko'rsatmasini bu shovqinda anglab olish juda ham qiyin bo'lyapti. Endi to'g'ri tushunasiz, chunki majmua to'lgan ishqibozlar haqiqatda chin dildan, yurakdan qo'llab-quvvatlayapti. Ana shu qo'llab-quvvatlash tinmayapti, shu boisdan oyog'i ishlamayapti raqibni, uni kutib olishga harakat qil. Oyoqda umuman harakat qilayotgani yo'q deb hozir ko'rsatmalar berishdi. ko'proq menga hozir O'tkir Haydarovning fikrlari ko'proq edi, lekin imkoni bo'lmadi. 3-raund nima bo'lgan taqdirda ham Latipov bugun musobaqa o'tkazayotgani yo'q, har qanday vaziyatda ham o'zi fikrlay oladi. Bahs davomida taktikani o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartira oladi. 2-raund davomida ko'rdik. Lekin Janubiy Koreya sportchining ba'zi mana bunday harakatlari ham bor. Endi oldinga tashlanishga majbur. Latipov qani ko'rsatmalarga amal qilar ekan, kutib oldiganda o'zi baribir hujumga o'tmoqda. Yana bir jonni egallab turib, raqib harakatlarini kutib turibdi. Hozir himoyaga. Ikkinchi zarba havoda qoldi. Bir yarim daqiqa vaqt. Janubiy Koreyalik sportchi ham oldinga boryapti, chunki vaziyatni o'zi tahlil qilganligi aniq, boshqa yo'l yo'q. Ana qismiga zarba. Qanday kutib olmoqda chap qo'lida, Chap qo'lida qanday ayyorlik bilan kutib oldi. Biroz ochildi bir raqibi. Albatta tananing qora qismiga beriladigan zarbalar raqib muvozanatini buzishga xizmat qiladi. Endi esa muxlislar olqishlari bilan so'nggi soniyaga qarab yura boshlaymiz. Yaxshi. Bitta aniq zarba so'nggi soniyada ziyon qilmaydi albatta. Janubiy Koreyalik sportchi endi nima qilib bo'lsa-da o'zini faoldek ko'rsatmoqchi. Yana kutib oldi. Yana kutib olmoqda. Latipov, hozir Musulmon aka o'sha raundlar olaridagi ko'rsatmalarga yaqqol amal qilmoqda. Ortiqcha harakat qilayotgani yo'q. So'ngda bitta zarba balkim vaqt tugadi. O'tkirbek Haydarov, Jasurbek Latipov. Ustoz shogird demak endi ring markaziga qaytadi. And Asian champion under 52 kilogram weight category by unanimous decision. In the red corner, representing Uzbekistan, Jasurbek Latipov. Birinchi, ikkinchi raund 5-0, 5-0 so'nggi raundda esa 3-2 berishdi. Endi Yaponiya va Qozog'istonlik
hakamlar 30-27 Filippin, Litva, Shri-lankalik hakamlar bahosi 29-28, 29-28 bu Yaponiya hamda Qozog'istonlik hakamlarning bergan bahosi. Nima bo'lganda ham 5-0 Jasurbek Latipov 6-final, 6-oltin. Albatta 7-chi sportchimizda esa jahon chempionati yo'llanmasi. Yana 3 ta bokschimiz qolyapti. 3 ta medal naq. Hozir esa takror lavhalardan so'ng 64 kilogramm vazn toifasidagi bokschilar bahsiga o'tiladi. Olimpiada uzr so'rayman, jahon chempionati yo'llanmasi uchun o'tkaziladigan bellashuv Indoneziya, Xitoy Taypi, Shri-Lanka vakillari joy egallashgan qaysidir jang bo'ladi.